Hürmetli vatandaşlarım, hem de bir iki cümlede birlikte muhakeme kılaylı. Biz yukarıda anlatkan leksiyalarının içinde bugün en mühim iki haber dep qaragınımız, mesela menin şunda qaragınım. Birincisi Prezident Trump efendinin Cunguğu yeni kayıta. 100 milyar dolar yapıyoruz. Tam o yüzden beci koyuş doğrusu da Amerika Saudi Vekili işhanısının oynayıp görüşetme belirliği. Şundak bolganda evvelki 50 milyar dolar, bir sanda 60 milyar dolar değildi. Koygandı Cunguğu koyduğun tamoyini becenin miktarı hazır hesapta. 150 milyar dolar gayet. 150 milyar dolar yetti. Bu bir haber tügüdü. Endi ikincisi arlıqta bir leksiyada mandak bir sözlük vatandaşım. Onun nemi değildi? Bu kıtım Amerika Qo'shma Shtatlarının Cungu oturusida 101 soda uruşu. Yoki sörkülüş yalqonining qaysi saholarga tutishadiganligi to'g'risida shundoq deyildiki, birinchi mablag' selish sahasi, ikkinchi sodi iqtisod sahasi, uchinchi pul muomala sahasiga tutishib ketishidan hushyor bo'laylik degan chaqiriqni Jungo hukumati o'tirg'i chiqadi. Yo'q, Jungo nazariyachilar o'tirg'i chiqadi. Va vatandoshim haqiqatan ig'ir. Agar bu sodi urushi buning ichida boshqani qo'yib turaylik, pul muomala sohasiga tutishib ketadiganlar bo'lsa, hozir Jungoning butun yerlik hukumatlari butunlay degidek bankiga qarzdor. Bular bu pulni nega ishlatdi, qaysi qurilishga soldi? Gap bu yerda emas. Jungo hukumatini ko'rib turibsizlar, go'ying-go'yning fosh qilishi bo'yicha aytganda, bular xiyonatchilardir. Biz ularni chiroyli atab xiyonatchi dedik Uyg'ur tilida. Go'ying-go'yning tilida Xitoy tilida nima dedi? Bularni davlat o'g'rilari edi. Demak, bugungi kunda Jungoning barliq yerlik hokimiyatlarining hammasi bankga qarzdor bo'lib qoldi, buni to'lay olmayotdi. Dal shundaq vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisida yuz beradigan savdo so'rkilishining yalqini savdo iqtisod sohasiga kirib keladigan bo'lsa, mablag' selish sohasiga kirib keladigan bo'lsa, ya'ni shundaqla pul muomala sohasiga kirib keladigan bo'lsa, buning oqibatini o'zingiz tasavvur qilib oling, hurmatli vatandoshim. Anandan keyin ikkinchi bir muhim xabar deb bugun sizlarga anglatgan xabarimiz Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Marco Rubio qatorliq a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijingda turishliq bosh elchisi Brandstatning Xinjiangning kishilik huquqiga avval e'tibor berib, Xinjiangni ziyorat qilishiga haydakchilik qildi mavzuli xabar. Bu xabar 4-oyning 5-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Bu xabarga siz diqqat qildigan deb bir abzasi ayrim o'qib berdik, hurmatli vatandoshim. Nima deyildi diqqat? Yana bir qatim Jungo hukumati va Jungo kompartiyasi doiralarining Xinjiang rayonidagi bostirish harakatlari Amerika Qo'shma Shtatlari tirishchanlik ko'rsatib, kapolatga ega qilmoqchi bo'lgan nurg'unlagan erkinlik va echib etilgan Endi Tinch okean rayoni strategiyasiga nisbatan aytganda muhim manfaatga berib taqaldi. Esimiz bor, hurmatli vatandoshlarım, biz leksiyada so'zlagan edik. O'tgan yil 8-oyning 21-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosati O'rta Osiyo, Afg'oniston strategik siyosati jakarlagan edi Prezident Trump efendi. Biz shu vaqtda umid qilgan edik, arzu qilgan edik, armon qilgan edik. Uyg'uriston yoki mustamlik Uyg'uriston masalasi bu strategik siyosatga qachon keldi? Nishon bo'lamdi? Qachon yetib keldi Uyg'uriston yoki nishon obyekt bo'lib, bu strategik siyosatga qachon yetib keldi deb savol qo'ygan edik. 11-oyning 8-kuni kelganda o'tgan yili Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump efendi shu qatimqi Osiyo ziyoratida shundoq bir siyosiy hukmda. Endi Tinch okean strategiyasi degan siyosiy hukmni o'tirib qo'ygan. Bularning hammasi sizlarning xabaringlar bor. Hamda nima deymiz hozir? Bu Uyg'uristondagi
meseleler mesela biz tirişçallık görüstüp, Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti tirişçallık görüstüp, nurg'ulagan erkinlik ve eçibitilgen endi Tinch okean rayoni strategiyasiga nisbatan aytganda muhim manfaatga berib taqaldi degan xulosa söylenecek. Biz bugün yanımı ilgirlep tahlil qilib, bu mundaq buludu diyelmeymiz. Bu meselede bundaq nazik gepler o'ttirg'i chiqqanda aldırıp biraz kılanmayımız, aldırıp tahlil kılanmayımız. Şunun için bizni keçirisli hürmetlik vatandaşlarım. Endemeyede lekin Uygurlar meselesinden dal şu günde hazır yukarı mesele hem kişilik hukuk meselesi hem siyasi mesele bulup kelyapatqanligini vatandaşlarımdan samiga selip qo'ymoqchi bo'ldim. Enlikte manıma dikkat kılan hürmetlik vatandaşım uruş yani savdo uruşu değil. Uruş savdo sahasıda bulup kalmadı. Tayvan yana bir qatim Jungo Amerika to'qinishinin halqisiga aylandi mavzuli xabar 4-ayning 6-kuni YouTube'da e'lon qilindi. YouTube'da e'lon qilindi. Ming Jin Hopay programmasi. Yana biri Amerika matbuotlari Jungo Kompartiyasi Amerika'nın birinchi darajalik dushmani hamda chekinadigan yo'l yo'q dedi. 4-ayning 5-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Mavzuni yana bir o'qib beray hurmatli vatandoshim. Amerika matbuotlari Jungo Kompartiyasi Amerika'nın birinchi darajalik dushmani hamda chekinadigan yo'l yo'q dedi. 4-ayning 5-kuni. Ben burada anlap bakmadım, ağzı etkiyendilik kepti, sizge yezip de elip çıktım, ben kirgen kaytıp bağandaki anlayım hürmetli vatandaşım. Endi yana birisi. Emdila yetip gelgen haber. Amerika Jungo o'ttirisi da urush bo'ladigan bo'lsa, Prezident Vladimir Putin rast gepini qildi. Buna dikkat qilinglar. Jungo ko'p bo'lganda bir saat bardaşlık berelmeydi. Jungo köp bolganda bir saatli bardaşlık bereleydi. Ma mavzunu qayta o'qib beray hurmatli vatandoshlar. Amdili yetib kelgan xabar shunda qo'yildi mavzuning da. Amerika Jungo o'ttirisida urush bo'ladigan bo'lsa, Prezident Vladimir Putin rast gepini qildi. Jungo köp bolganda bir saat bardaşlık bereleydi dedi. Mavzuluk Tor televiziyasi xabari 4-ayning 3-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Hurmatli vatandoshlar, endi davomlashtiraylik muhokamani. Prezident Vladimir Putinning so'zida shundoq deyildiki, Jungoning nima 30 dona kechiran, 30 dona vodorod bombasi bor dedi. Ondan keyin Sharq Shamoli belgilik raketalar bor dedi. Belki şu raketalarni batlash uchun yoki raketani qo'yib berish uchun tayyorlik qilish ketadigan vaqt 2 soat dedi. Bu 2 soat ichida Amerika qiladiganini qilib bo'ladi. Shunga Prezident Vladimir Putin nim dedi? Agar Amerika bilan Jungo o'rtasida urush bo'lib qoladigan bo'lsa, Jungo faqat 1 soatli bardoshlik beroladi. Endi yana bir xabarimiz. Nima deyilganida Amerika matbuotlari Jungo Amerikaning birinchi darajalik dushmani dedi degan xabarda shundan qarab baqaylikki, tegi tekstida surishtirsangiz hurmatli vatandoshim, Jungo Amerika bilan bir saptiki davlat emas. Yani hech bo'lmaganda Jungo Kompartiyasi Amerika bilan bir saptiki davlat emas. Aynı çağda bunun burunqi Xitoyning Kuomintang partiyasi Amerika bilan bir sapda turib kelgan edi. Oxiri nim bo'ldi? Amerika Qo'shma Shtatlari davlati Jiang Zeminni tashlab etdi. Jiang Zemin shuning bilan mag'lub bo'ldi. Endi bu davrdagi bu tarixdagi siyosatlarning nima ekanligi so'zlash uchun buni bir umrmi yetmaydi, hurmatli vatandoshlar. Tashlab etdi. Jungo Kompartiyasi asli Rossiya bolshevistik, yani Rossiya sotsialistik Sovetlar ittifoqi mana shundaq matayin vaqtda shuning do'sti edi.
Sen qandaqlarsın, neme sebep bilen kelip kaldın? Çünkü Rus bilen Cungo o'ttirisi 60-yillarda 20-nji asyrdan qattiq uruş boldu. Amerikaga tayanmasa, putirep turalmaydiganlygy. Amerikaga keldi. Amerika ködüňiz kän qusaglyk bolar. Mana nime diýilip hazır diýilip atgan gep, kimning kimge ýakşylyk kılışı, kimning ýerige tatyşy, kimning buzak kılışı, ya kimning awaýlyşy, bu nesilleri gaýryp çykyryp ýetäýli hörmetli watandaşym. Sen Dünya Sowat Teşkilatyna kirdiňmi? Kirdin. Biz saňa ruhsat kıldykmy? Kıldyk. Oturumyzda nime bar? Dünya Sowat Teşkilatynyň kanuny bar, nizamnamasy bar. Hazır bolup atgan gepniň ýylty şukenki, sen nimeşki bu kanuny, bu nizamnamaga amel kılmaýsan diýenli gep watandaş. Nimeşki amel kılmaýsan diýenli gep. Hazırçı deýle, hem başka siyasi maksatlar nime ekenligini men bilmeýmän. Lekin hazır bolup atgan iş, sen nimeşki bu dünya kanun, bu nizamnamalarga we kaýda nimeşki amel kılmaýsan? Sodyny tez kılmaýlym, sodyny adil kılmaýlym? Saňa menfaat, maňa menfaat ýetkizmeýlimi? Men ötkende sözlegen ahyrky leksiyamda şundaq bir sözüni tilge algan edim. Akli mülk hukukunyň, patent hukukuny ogurlaş bilen 600 milyard dollar. Tätürpak ýa-ki kızıl rakam arkaly 300 milyarddan artyk dollar goşganda bunyň hemmesi 1 trillion dollarga ýetip boldy eken 1 ýyllyk Amerikanyň tatydygan zyny digen edim men watan. Bu kıtım keyin üzem oylap kaldım. Bunu fakat bir torba çıkan haber asası digen edim. Bunun mümkünlüğü zaten kançilik dep oylap kaldım. Lekin orqadilla Amerika Qoşma Ştatlarynyň prezidenti Trump neme dedi? Bizden hazır kızıl rakamda tartıp atkan ziynimiz. Amerika tartıp atkan ziyan 500 milyard dollar. Akli mülkni ogurlaş, patent hukukunu ogurlaş bilen Cungo Amerikaga selep atkan ziyan 200 milyarddan tatyp 300 milyardgacha dedi. Demek awvel kısam bilen Prezident Trump'ın aytgan bu sany okşaş bolup çykdy. Demek kıskysy azken 1 trillion dollar her ýyly Cungoga bereş. Bu neme degen gep dep sual koyduk. Bugün yana neme degen de şunuň sual koýmyz hörmetli watandaşym. Bugün görüp geldik. Endi biz başta aýtdyk, neme dedik? Agar bu pul muamele sahasy kirip gelýän bolsa. Degen. Biz aldyňky köre neme degendik? Jungo'nun Reis Xi Jinping'a, Reis Xi Jinping efendi siz müşkünde kaldyňyz. Sizin hazır kıldygan işiniz belki yani şundaq tekrarlaýmyz. Biz sizde adam dep muamele kılıp atymyz. Siz bizde adam demsiz dememsiz ikinci